Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Şeyhül İslam İbn Teymiye rahmetullah aleyhinin Raf'ul Melam anil a'immetil a'lam, yani meşhur alimlardan malametini kötürüp etiş degan kitabıda ketivatkan. İkinci ders. Aldığım dersimizde bunu yakalgan. Bir kişinin, yani bir sahabinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin barlık hadislerini umum yüzlük bilişi, yani bunu dava qilish qat'iy mumkin bo'lmaydi degan yakalgan. Şeyhül İslam İbn Teymiye rahmetullah aleyh gepini davamlaştırıp yani şundaq deydi. Sen bu ahvalni Xulafai Raşidillarga qiyas qilib baqqin. Allah ulardan razı bo'lsin. Ular ümmetning eng alim kişileri idi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin işlerini, sünnetini ve ahvallarini ümmetning içinde eng biladigan kişiler idi. Xususan bo'libmi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mayli safar qilmagan holati bo'lsin yoki safar holatida bo'lsin ayrilmagan. Balki ko'pincha vaqtlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan bo'ladi. Hattoki musulmonlarning ishlari haqida kechida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan paranglashadi. Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu mu shundaq edi. Chunki Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem ko'pincha vaqtda "Dakhaltu ana va Abu Bakr va Umar", yani men va Abu Bakr va Umar birga kirdik. Men ve Abu Bakr Ömer çıktık deb mushundaq deydi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu geplerden Abu Bakr radhiyallahu anhu, Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu davamlı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin söhbetide bulduğanlığı çıkıdı. Ondan yana Abu Bakr radhiyallahu anhu shundaq turuqliq, yani davamlı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne safarda bo'lsin yoki safar qilmagan holatda bo'lsin lazım tutadigan turuqliq. Abu Bakr radhiyallahu anhu mo'misining miros haqida so'ralgan vaqtida shundaq dedi. Malaki fi kitabillahi min şey. Allah Teala'nın kitabında, yani Kur'an'da sizin mirasınız doğruluk bir narsa yok. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetidir mu? Sizin mirasınız hakkında bir narsani bilmeydikenme. Lekin ben kişilerden sorup bakama dedi. Abu Bakr radhiyallahu anhu sahabelerden sorugan idi. Mughira ibn Shu'ba ve Muhammed ibn Mesleme işkeylen radhiyallahu anhuma orundan durup mundaq guvohlik berdi. Hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mumisiga altıdan birini bergen, mirasdan altıdan birini ayırıp bergen deb mustaq guvohlik berdi. Ve bu sünnetni ham İmran ibn Husayn radhiyallahu anhu mu yetkizdi. Bu işçi, yani Mughira, Muhammed ibn Mesleme ve İmran ibn Husayn ibaret bu üç sahabe Abu Bakr ve onundan başka haliflerge o'xshash bunda alim emas idi. Alim emas turib bu sünnetni bilishda ular xos bo'lgan. Yani ümmet muşu sünnetge amel qilish ittifoq kelgan bu sünnetni bu üçeylen bilgen. Shuningdek Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu mu ijozat so'rash sünnetini bilmaydi. Hattoki Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu bu hadisni, yani öyle kirmekçi bolsa 3 qatim ijozat so'raydigan bu sünnetni uningga deb berdi ve ansarlarni guvohlikqa chaqirdi. Ansarlar kelib mushu istizan haqidagi, yani öyle kirmekçi bolsa 3 qatim ijozat so'rab 3 qatimdan keyin yanala ovoz chiqmasa qaytib ketish kerakligi haqidagi bu sunnatni ansarlarmi buningga guvohlik berib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den anglaganligini guvohlik berdi. Shuning bilan Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu bu hadisni bilib oldi. Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu halanki o'ziga mushu hadisni, mushu sunnatni hadis qilib so'zlab bergan kishidan bakroq olim edi. Yani Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhudan bakroq olim turib bu sunnatni bilmaydi. Bilmay qolgan, keyin bilib olgan. Yani bu vaqtda Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhuga Dahhak ibn Sufyan al-Killabi radhiyallahu anhu maktub yazdı. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bazı Irak yazılar evetken emir idi. Onunla bunda haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eşem ad-Dibabi radhiyallahu anhu'nun ayalıga yerinin diyetinden miras ayırıp bergen. Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu bu mektubni o'qigandan keyin, bu hadisni anglagandan keyin o'zining bu vaqtdagi fikrini tark etdi ve mundaq dedi. Biz bu hadisni anlamagan bo'lsak, buning aks bilan hukm qila olmaymiz dedi. Shundaqla Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu Majusilarning jizya haqidagi Majusilarning hukmini bilmagan. Hatta Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu bu vaqtda xabar bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan deb xabar bergan. Majusilardan jizya ilish olmaslik haqida ahli kitobga yo'l tutgandek yo'l tutinglar degan deb xabar bergichilik bilmay qolgan. Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu Sariq degan joyga kelganda, yani Shamdan yaqin bir yerga kelganda, uningga Shamda vabo bor deb yetdi. O'zi bilan birga turgan dastlab hijrat qilgan muhojirlardan maslahat so'rdi. Uningdan keyin ansarlarning fikrini oldi. Ondan Makka fathisida musulmon bo'lganlardan fikr oldi. Har biri o'zining fikrini o'ttirib qo'ydi.
Hech biri bu vaqtdagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir sunnatini uningga deb bermadi. Diyamidi, ya'ni bilmagan ekan, anglamagan ekan. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu yetib kelib, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga vaba haqidagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatini xabar berdi. Ya'ni hadisni munda xabar berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biroz zaminda vaba tushsa va sizlar shu zaminda bo'lsanglar, vabodan qochib o zamindan chiqmanglar." U va Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhum ikkisi namozda shaklanib qoldigan, ya'ni necha rakat namoz o'qiganligiga toza jazmiyat qilolmaydigan bu ahvol haqida, bu shak haqida muzokiralashdi. Chunki Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga bu haqda biror sunnat, biror hadis yetmagan. Hatto Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilib mundaq dedi: U shakni tashlaydi va o'zi jazmiyat qilgan narsa ustida namozini davomlashtirdi. Ya'ni o'zining jazmiyatida qancha rakat o'qiganligiga bekroq jazmiyat qilgan bo'lsa, shu haqda ha bo'ldimi shu hisob bo'lsin deb namozini shuning ustida davomlashtirdi. Bir qatam o safar ustida edi, shuning bilan shamol chiqib ketdi va munda dedi: "Kim bizga shamol haqida deb so'zlab birdi?" Abu Hurayra radhiyallohu anhu shundaq deydi: "Menga bu xabar, ya'ni Umar ibn Xattobningki bu so'z yetdi-da, men kishilarning eng oxir dedim." Ya'ni ular yo'lda safar ustida bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhu kishilarning eng oxirida mangankan. Shuning bilan men ulug'imni tizlatdim-da, uning yetishib oldim va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shamol haqida, ya'ni shamol chiqib ketgan vaqtida nima deyishimiz kerak haqidagi, nima buyurganlik haqidagi hadisni so'zlab berdim. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'ron chiqqanda muni duoni o'qinglar degan deb mushu hadisni so'zlab berdim deydi. Bu o'rinlarda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu toki uningga boshqalar kelib hadis yetkazmagichilik, ya'ni men laysa misluhu, uningga o'xshash emas bo'lgan sahoba kelib yetkazguchilik bilmay qolgan. Ya'ni ilm jihatda garchi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shundoq bilimlik tu'simi, bilim jihatda bilimi uningdan ozroq bo'lgan sahobalar uningga mushu o'rinlar haqidagi hadislarni yetkazmagichilik bilmay qolgan, yetkazgandan keyin ondan bilib olgan. Va yana boshqa o'rinlardami, yana buningdan mashi yuqori so'zlab o'tilgan boshqa o'rinlardami Umar ibn Xattobga yana sunnatlar va sunnatlar yetmay qolgan. Shuning bilan bu o'rinlarda sunnatning boshqasi bilan fatvo bergan, boshqasi bilan hukm qilgan. Yuqorqi mazmunlarda shuni tushunib olmamizki, garchi Abu Bakr radhiyallohu anhu va Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu davomli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni lozim tutgan va uningdan nurg'un hadislarni anglagan hayot ilmlik sahobalar bo'lsa-mu, yana boshqa sahobalarga yetgan hadislar bu ikkisi yetmay qolgan. Shuning bilan ba'zi masalalarda o'zining ko'z qarashi bo'yicha, o'zining bilgini bo'yicha, sunnatning qarashi bo'yicha, sunnatga o'xshamaydigan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hukmiga o'xshamaydigan hukmlar bilan fatvo bichib qolgan. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.